1 fevraldan boshlab elektr energiyasi va gaz xarajatlariga kompensatsiya olish uchun onlayn murojaat qilish mumkin bo'ladi. Bu bo'yicha 2025-yil 31 dekabrda hukumatning tegishli qarori qabul qilindi. Hujjat bilan ijtimoiy norma doirasida va limitdan ortiqcha elektr energiyasi va gaz iste'moli uchun tariflar o'rtasidagi farqni qoplash bo'yicha xizmat ko'rsatishning ma'muriy reglamenti tasdiqlandi. Xususan, kompensatsiya olish uchun mustaqil ravishda murojaat qilishga ruxsat beriladi. Endilikda arizalarni Yagona milliy ijtimoiy himoya tizimi, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, Davlat xizmatlari markazi va mahallaga biriktirilgan ijtimoiy xodim orqali topshirish mumkin. Arizalar har oyning 16-sanasiga qadar qabul qilinadi. Ularni ko'rib chiqish Yagona reyestr tizimi orqali avtomatik tarzda amalga oshiriladi va kompensatsiya tayinlash yoki uni rad etish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar subsidiya oluvchi sifatida avtomatik tarzda tan olinadi. Agar arizachi oilaning 2 avtomobili, 2 uy joyi yoki tomorqasi yoxud ilgari bir oyga tayinlangan subsidiyasi bo'lsa, to'lov rad etiladi. To'lovlar har oyning 27-sanasigacha oluvchining bank yoki ijtimoiy kartasiga tushirib beriladi. Diqqat qiling, elektr energiyasi uchun subsidiyalar amaldagi oylik limitdan 150 kWh bo'lgan qismini qoplaydi. Tabiiy gaz uchun esa isitish mavsumida 250 kub metrgacha, yilning qolgan davrida 150 kub metrgacha subsidiya ajratiladi.